Yaponiyalik mashhur Kardon Atsumiyazakining mono jumlasini to'limi yaxshi ko'raman. Hayot xuddi qabriga qarab ketayotgan poyezdga o'xshaydi. Biz bu dunyoga apraydi bo'lgankanmiz, bu poyezdning yo'lovchisimiz. Poyezdda faqat berishning bileti setiladi. Qaytib kelishning bileti setilmaydi. Biz bu safarimizda nurg'un odamlar bilan safardosh bo'lamiz. Jumladan ota-onamizmi biz bilan safarga chiquvchilardir. Vaqtning o'tishiga agishib, biz bilan safardosh bo'lgan nurg'un yo'lovchilar o'z bekatlarida bir-birlab tushib qolishadi. Bularning ichida bizni so'yadigan, so'ymaydiganlarmi bor. Ulardan vaqtsiz xo'shlashganimizda vujudimizni cheksiz azob qoplaydi. Biroq nima amal deysiz? Biz yanala safarimizni davomlashtirishimiz kerak. Toki o'z bekitimizga borganga qadar. Shunga bu qisqagina hayot safarimizda bir-birimizni qadrlashimiz, mehr-muhabbat bilan go'zal aslimalarni qoldirishimiz, suyib, suyilib yashashimiz kerak.